Baliq sezon davom etadi o'rtoqlar. Baliqqa o'zgachasini pishiradigan joyda mehmondamiz. Mazasi вообще super. Marinovkalari ham shunaqa tobida, qovurilishlari ham shunaqa maromida qovurilgan o'rtoqlar. Xorazmdan daryoni baliqlari to'g'ridan to'g'ri keltiriladi. Mango marakuya o'rtoqlar Xorrod Fish House o'zini firmenli ichimligi. Agar Xorrod Fish House ga kelsanglar, mana shu firmenli ichimlikni ichishinglarni tavsiya qilaman, mazasi super. Bu yoqdan biz yana mangalda pishirilgan baliqni ham yeb ko'rdik. Mazasini so'z bilan ifodalab bo'lmaydi. Shunaqangi shirin yeysiz, yana deysiz. Og'zingizga solishingiz bilan chaynashga hojat yo'q. O'zi erib ketar ekan. Juda ham zo'r. Xil-xil pishganidan pichoq ishlatishga ham zarurat bo'lmadi. Xullas, noodatiy va esda qolarli atmosferani istaganlar uchun Xorrod Fish House tavsiya qilaman. Halol va pokiza joy. Xodimlarning ham muomalasiga gap yo'q. Bu yoqda asosan baliqqa e'tibor qaratishgan. Menyuda esa turk taomlari ham bor. Do'stlar bilan ham, oila bilan ham tashrif buyursanglar bo'ladi. Birinchi qavat, ikkinchi qavat, undan tashqari alohida xonalar va VIP zali ham bor. Banket, gap, turli xil tadbirlar uchun ham zo'r joy ekan. Xorrod Fish House.